Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let Assalomu alaykum hammaga YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Sohi kanali bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi video roligimizda biz qanaqa qilib oddiy o'yin o'ynash orqali normalniy soqqa qilishni o'rganamiz do'stlar. Bu kanalimizga 3-chi qo'yilayotgan video rolik bo'ladi. Xudo xolasa, o'tgan safargi, ya'ni zadani bajarib 5 dollar ishlash degan bundan bitta oldingi videoda 24 soatdan keyin kommentariyani tekshiraman deganman. Bu video rolikda u narsa chiqmaydi, chunki hali video qo'yilganiga 2 soat bo'ldi. Endi buni aniqlash liba 4-video rolikda bo'ladi, liba Telegram kanalida bo'ladi. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, buni ham ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni bu videoga shunchaki kirib, kommentariy yozib qo'yish kerak, и всё. Xo'p, video rolikda boshlaymiz. Sizlar ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinim mana shu o'yin. Bu o'yinni qayerdan olasizlar? Telegram kanalidan olasizlar. Doimgidek APK faylini tashlab qo'ying, bemalol kirib skachat qilib olishingiz mumkin. Nimaga aynan Telegram kanalida? Chunki Telegram kanalida bunday promokod bor, ya'ni 1 millionlik tepada ko'rib turibsizlar, shu o'yin valyutasida 1 million beriladigan promokod bor. Bu deyarli 1 dollar degani. Xo'p, bu o'yinga kirganimizdan keyin biz birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Ko'rib turibsizlar, interfeys juda ham oddiy. Bu yerda birinchi tepadan boshlaydigan bo'lsak, tepada GM degan narsa bor. Bu ya'ni nima? Bu bizda pul chiqarib olishimiz kerak bo'lgan narsa. Mana ko'rib turibsizlar, minimalni chiqarib olish summasi, aytgancha promokod qayerga kirdiman desanglar, mana tools degan joyda kod degan turibdi. O'shaga kirib mana shu promokod yozasizlar. Men bergan promokod. Ko'rib turibsizlar, bu yerda 10 millionta starsda minimum 55 ming chiqarib olamiz. Ya'ni o'zi bu aslida dollarda bo'ladi, bu yerda so'm bo'lib qolibdi, chunki region O'zbekiston bo'lganligi uchun so'm aslida bu yerda dollar turadi. PRL любой kriptovalyutaga chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerdan pastdan tanlanadi. Men misol uchun limit tanlashimiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, qancha chiqarmoqchi bo'lsak, shu yerdan tanlaymiz xullas. Bu birinchisi shu edi. Endi ikkinchi oknoga o'tadigan bo'lsak, bu pulimizni ko'rib turishimiz mumkin, qancha ishlangani. Uchinchisi do'kon hisoblanadi. Do'konda biz xohlagan narsamizni sotib olishimiz mumkin, ya'ni o'yinda kerak bo'ladigan narsalar. Masalan, mana bu kalitlar, jonlar, uronlarni shu yerdan sotib olsak bo'ladi. Pulga o'yin valyutasiga ham sotib olsak bo'ladi, lekin bu yerda pulda mana bu avtokliklar hammasi. Hozir men sizlarga bitta avtokliklarni ham ko'rsataman, bemalol ishlashingiz mumkin. Bu yerda Autofire degan narsa bor, chap tomonda qizil. Bu hozir mana avtomatik otib turibdi, buni to'xtatadi. Buni bossak, bu o'zi otib turadi. Buni hozir ko'rib turibsizlar, o'zi otyapti. Endi mana shu Autofire devoniga pastda ko'rib turishingiz mumkin, har xil kalitlar bor. Bu kalitlar orqali biz nima qilishimiz kerak? Bu kalitlar mana har bitta urayotganimizda, misol uchun qaranglar. Hozir ko'rib turibsizlar, mana bu otni hozir otyapti bizdeki, lekin biz mana shuni ustiga bossak, mana ustiga bossak, biz bu yerdan uron beramiz. Hozir mana shu otni o'ldiramiz birinchi o'rinda. Mana bosib turamiz ekranga, bu otni o'ldiramiz. Mana ot o'lgandan keyin agar omadinglar kelsa, har nechtadirda bitta bizaga kalit beradi, ya'ni ключ beradi. Bu ключlar orqali biz bu uron, mana o'zimizning uronimizda mana ko'rib turibsizlar, pastga qilich bor, vaqt bor, har necha sekundda, bu yerda multiplayer x10 turibdi. Mana shularni kuchaytirib olishimiz mumkin, ya'ni inventar orqali pastda inventar turibdi. Bu yerda o'sha agar tushib qolsa narsalarni kuchaytirishimiz mumkin. Endi kalitlarni ustiga bosadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, har xil kalitlar bor. Hozircha menda kalit yo'qligi uchun sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Kalit bo'lsa, mana shulardan xohlagan ключlar bilan ochib, keysda narsa tushira olsanglar bo'ladi, ya'ni o'zingizlarga uron uchun. Bo'ldi, pastda mana 4 ta ko'rib turibsizlar. Plus 2 klik, x2 klik, 0.0 pointslar. Bular point hisoblanadi. Hozir men buni bosib o'tirmayman, chunki bosganimda reklama chiqadi. Ya'ni nima? Hozir birinchisini bosadigan bo'lsak, plus 2 klik. To'g'rimi? Bu plus 2 klikda bosganimizdan keyin hozir men bitta ursak, mana ko'rib turibsizlar, bitta uryapmiz, bu ustiga 0.07 bo'lyapti. Mana shunga ikkita klik qo'shib beradi, ya'ni 2.07 bo'ladi. Uni qo'shganimizdagi sразу ikkinchisini ham qo'shib olishimiz kerak. x2, ya'ni 2.7 ketayotgan bo'lsa, uni 2x ga ko'paytiraveradi, ya'ni turi qancha durib ketadi. Mana shu to'rtalasini sразу qo'shib tashlaymiz, o'zi vaqt kelguncha mana shu urib turishimiz kerak ekraniga. Endi bu yerda qanday qilib avtomatik tarzda pul topish mumkin?
Buni avtomatik tarzda pul topish uchun bitta avtokliker bor. Men buni hozir sizlarga videoda ko'rsatmayman, chunki sizlar ham to'g'ri tushunasizlar. Men ham Telegram kanaliga obunachi yig'ishim kerak. Shuning uchun u avtoklikerda, ya'ni bepul qanaqa qilib nastroyka qilishlar hammasini Telegram kanaliga qo'yaman. Bemalol kirib qanday nastroyka qilib qo'yishlarni o'rganishingiz mumkin avtoklikerda. Все, bolalar. Qanday qilib pul ishlashni o'rganinglar, qanday qilib chiqarishni ham o'rganinglar. Yana bir marta ko'rsataman qanday qilib chiqarishni. Hozir menda 10 million tegilmagani uchun o'zim chiqarib ko'rsata olmayman. Telegram kanaliga chiqarsam ko'rsataman. 10 million tasar sig'ilgandan keyin bu yerda reseptni bosadigan bo'lsak, o'zi avtomatik tarzda bizdan hamyon so'raydi. Hamyonni bosganimizda o'zi 24 soat ichida pul tushirib beradi. Bolalar bu 100% tushiradigan, 100% ishonish mumkin bo'lgan programma hisoblanadi. Chunki men oldin ham ishlaganman. Bu yangi programma emas, просто обновление bo'lgan, avvaldan ishlab keladigan dastur hisoblanadi. Shuning uchun bemalol mazza qilib ishlashinglarni maslahat beraman. Sizlar bilan Soqqani kanali bo'lib, bizdan uzoqlashmang.